Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, yana xudo xolasa ko'rib turganlaringizdek bize obyektda ishlarni bosib yotibmiz. Bizda ko'p vaqt pauza bo'ldi. Qo'ldan kelgancha Instagram kanalda story qo'yishga harakat etdik. YouTube kanalida video olishni ko'p vaqtlar bo'ldi. Yangi yildan keyin o'sha video chiqarmadik. Yine qo'ldan kelgancha ozgina vaqt topib video chiqarishga harakat etdik. Instagramda 4 kun ofi degan kanalga girasizlar. Bemalol storyada görüp bilsanglar bo'ladi. Qo'ldan kelsa storyga video qo'yib boryapmiz. YouTube'ga bugun qo'yamiz xudo xolasa. Bizda addelki ishlari bo'lib turibdi bazı. Monolit ishlari vaqtinchalik to'xtatilib turibdi. Bizda shu obyektda Toshkentda monolit ishlari bo'lib turibdi. Shkatörk ishlari bo'lib turibdi. Shkatörk jarayonlaridan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Alloh quvvatlab, duoda bo'lib turasizlar. Şimdi tonli etajli shkatörkisini ishlab yotibmiz. Ko'rib turganlaringizdek hozir shkatörkni urush bilan ovoramiz biz. İş vakansiyalaridan hozircha chiqarmayapmiz. Bizimizga bola yeterli. Xudo xolasa keyingi obyektlarda chiqaramiz. Hozir gruppalar yozib turibmiz, bola kerak bo'lsa. Şimdi aparatlarni o'sha yo'lga qo'yib berganmiz. Shkatörk aparat sepeda. Ko'rib turganlaringizdek shkatörk urib yotibmiz. Xaltali keladi. Shkatörkni bir adam bu aparata ishlatish uchun rond mahsuloti kerak bo'ladi. Suv bo'lishi kerak postoyanli. 380 tok bo'lishi kerak. Ustalarimiz bir anda ishlab yotibdi. Projda mayaklar qo'yilgan. Ustalarimiz ishlab yotibdi. Aparatni ishlatmayapsizmi? Aparat oradan tuttu. O gerekli aparat. Aparatlarni ishlamay qoldi. Evet, yurttaşlar. Yurttaşlar. Bu mezarımız. Sonra yana ishlab yotibdi. Ha, so'rib boshlaysanmi? Neden başlaysan? Sen so'rib ko'rsatib obunachilarga bir. Lezzetden usta olabilir. Şkatör kuracağız. Umman motorda bakıyorlar, lakbat koyuyorlar. Neyi varsa işletlerler. Buna vurup başlaması lazım. Allah'tan duvara vurduğumuz işgavellerden göz yapacağız.
Bizden uzaklaşmayacağız. Kollab quvvatlab kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Xudo xolasa. Video qo'yishga harakat etamiz. Şimdi obyektdan 12 dana obyekt faoliyatimiz. Xudo xolasa shunda bolalar. Ishga kirishib bolalar provinor tortib bergan bolalar bo'lsa, bemalol kelib ishlashlari mumkin. Kollab quvvatlanlar bolalar. Duoda bo'lib qo'yinglar, bolalar ishlari gelişib. Sağ-salamat uylarına qaytib borish uchun. Yetkazgan vaqtlarda razı bo'ldim.